Bu qo'lim bilan ana ko'p joyga ishga olishmagan. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga o'zim haqimda informatsiya bermoqchiman. Yozyapti, qo'lingiz nima bo'lgan, nima qo'ygan deb yozyapsizlar. Shu haqida informatsiya bermoqchiman. 20 yoshligimda stanokka qo'lim kirib ketgan. Birinchi operatsiyada buni saqlab qolishgan. Keyingi holati 1 oy ushlashgan, keyin yana operatsiya qilib olib tashlashgan. Bu qo'lim bilan ana ko'p joyga ishga olishmagan. Radiografiyada Tasko, keyin 4o'z, Xosiyat Shams hammada o'qib chiqqanman. Blogerlar bilan ishladim. Siz ko'rib turgan blogerlar hayotda boshqa, ekranda boshqa. Shu qo'lim bilan ham uyalib mani ishga olganlar bo'ldi. Shu paytgacha mana qarisalarga ko'rsatib qo'yaman. Shu qo'lim bilan deb o'zim blogerimni boshlaganman. Mana 3000 dan oshdik. Inshaalloh bundan ham katta bo'ladi. Mana qo'limni mensimasdan mana ishga olmaganlar, mana bilan ishlamaganlar ko'rib qo'ysin deb auditoriyani kengaytirish uchun o'zimni retseptlarni qo'yib boraman, o'rganganlarimni hammasini. Lekin menga rahm qilishlarini xohlamayman. Endi farzandli burchimni qo'limdan kelgancha odamlarga yordam berishga harakat qilaman. 4 barmoqsiz men eplolman, sizlar ham eplisizlar. Hammalarga rahmat.